kimnidir to'yda haligi yarim yalang'och bo'lib yaqinda ko'rib qoldim. Tavba qildim, astag'firulloh deysiz. O'zini aktrisaman degan bir boshlovchi ekan, o'zbek to'yida. Uni kiyimini ko'rmay yoqamishab qoldim. Shunchalik tubanlashib ketdimi odamlarda? San'atkorman, qo'shni san'atkorman deb aytgandim. Bu kiyimdan tomoshabin. Avvalambor bunda ham ayb emas. Buni o'sha to'yga taklif qilgan to'yxonaning egalaridan. O'sha chunki to'y qilayotgan odamlar misol uchun, to'y kimga qilyapsan? To'y umrda bir marta bo'ladigan narsa. Sen kimga qilyapsan to'yni? Farzandingni baxtli bo'lish uchunmi? Yo'qsa sen o'zingni ko'rsatish uchunmi? O'zingni ko'rsatish uchun mayli qil. Lekin misol uchun bu sen to'yxonangga olib kelayotgan san'atkoring misol uchun yurish bilmaydigan xalqqa ardoqli san'atkor olib gap bo'lishi mumkin. Bir qancha san'atkorlarimiz bor. Lekin yo'q, shu internetda haligi mashhur bo'lgan, o'zini bir qanaqadir bir orqasi shishgani bilanmi, yo'qsa haligi yarim yalang'och kiygan ko'ylagi bilan mashhur bo'lgan. Bu nimadan dalolat beradi? O'sha to'yxona egasi, ya'ni to'y qilayotgan odam intellektidan, dunyo qarashdan.